Assalomu alaykum obunachilar. Bugun biz dilisi zo'rini ko'rib chiqamiz. Boshladik. Yaxshigina yangilanish kelgan. Sizlarda ham agar qiynalayotgan bo'lsalaringiz, to'p ketayotgan holda boshqa futbolchiga o'tmayotgan bo'lsa, shu yerdagi hammasini shunday menikidek to'g'rilab olasizlar. Agar shunday qilsalaringiz to'g'ri chiqadi. To'p yugurib ketayotganda sizlarniki olmayotgan bo'lsa, oladi. Shu bilan to'g'rilaysizlar. Mana akkauntim meniki shu dastiga qo'yaylik. Mana shu mening akkauntim. Mana kimlar ketdi transferga? Alvarez, Pachko, Dalot, Garsi. Mana bitta ochib ko'ramiz. Oy. Futbolchi kuchaytirishga shu yerdan kerak bo'ladi. Avval mana shu joydagi birinchi boya tugmaga bosib olasizlar. Keyin futbolchilaringizni kuchaytirmoqchi bo'lsalaringiz boyagi joydan barcha treyderlarga murojaat. Hech narsani riskka qo'ymasdan minglab dollar uchun musobaqalashishni istaysizmi? Keyin shu joydan eng arzon futbolchini mana shu futbolchini sotib olasizlar. Farqi qanaqa futbolchi sotib olganlaringizda, lekin level pas futbolchi sotib olganlaringiz yaxshi. Keyin oddiy TMga kirasiz. Keyin mana bu joyda turibdi. Mana shu joyga bitta bosasizlar. Keyin ikkinchisida emas, birinchisida turibdi. Hozir shundan ko'taramiz. Futbolchi sotishni ham o'rgatib ketay. Dilisiga yangi kelganlar uchun bu video. Masalan, olgan futbolchimiz qani? Mana shu ikkalasidan xohlaganlaringizga almashtirasizlar. Keyin boyagi men aytgan joyga kirib olasizlar. Mana shu bosasizlar. Keyin mana birinchisida shunday kirganlaringizda futbolchi sotgandan keyin mana shu turibdi. Mana kimga tusharkan? Kommentlarda taxmin qilib yozib ketamiz kim tushishini. Kommentlarning har bittasini men o'qiyman. Davay, kim tusharkan? Yozib ketingizlar, like, podpiska bosib qo'yingizlar. Kanalim rivoji uchun. Ketdi kimga? De Bruyne 86. Voy, 86 ga ko'tarilmadi afsuski. Shu maqsad shu edi. Shuni ko'rsatmoqchi edim sizlarga. Yana mana agar so'raydiganlar bo'lsa, meni levelim 61 level.